iqtidorli odamlarga yaqin turish. O'xshash maoshning ostida siz iqtidorli odamlarga yaqin tursangiz, vaqtning o'tishi bilan mushu odamlarning qandoq tafakkur qildiganligi, qandoq yashaydiganligi, mushularning ish bajarish odatlari, shularning ta'siriga uchraysiz. Xuddi xo'jayinga shofir bo'lganga o'xshaydi-da. Siz uzoq mezgil bir iqtidorli odamga shofir bo'lsangiz, ashininki so'z qilish, turmush odatlarining ta'siriga uchraysiz. Bu odamlar qandoq yashaydi, qandoq odamlar bilan uchrashadi, ishlarni qandoq bir taraf qiladi degandek narsaninki ta'siriga uchraysiz. Endi yana birisi, bu xo'jayinlarga yaqin turish degan chaqda ba'zi o'rinlar qarmoqqa noyati oddiy. Lekin siz rahbarlikka yaqin turganligingiz sababidan hech bo'lmaganda sizning japoringizni xo'jayin bo'lgan odam ko'ra oladi. Odatda bunday bir ish borda, cho'ng organ, cho'ng korxonalarda bu odam soni noyat ko'p bo'lgandan keyin xo'jayin hamma odamni tanib bilolmaydi yoki hamma odam bilan uchrashib bilolmaydi. Ba'zi o'rinlar bo'ldi noyat to'van darajalik o'rin. Ammo u mush xo'jayin bilan uchrashib to'g'ilib bo'ladigan o'rin. Mushunday vaqtda uzoq mezgil siz tujublab astoydil yaxshi ishlasangiz, iqtisod fanlari doktori Dolqin Qodir muallimning korxonachilar va yosh eglik tikiluvchilarga qarata ochmoqchi bo'lgan 2025-yillik sistemalik darsiga qatnashishni xohlaydiganlar tövandagi unidorni qaytib aloqalasangiz bo'ladi. Shirkat taraqqiy qilib ma'lum bir yerga borgan chaqda, hamda xo'jayin mushu o'zining atrofidagi ishinadigan odamlarni muhim o'ringa qo'yg'isi keladi. Hamda bu yerdagi ishinish degan gap ba'zida kasbiy texnika bilan munosabatlik bo'ldi, ba'zida shu uzoq bir mezgil bir odamni diqqat qilish, ko'rish bilan bo'ladi. Ko'rgandan keyin o'ziga ishonchlik his qiladi. Shuning bilan keyin muhim o'rinlarda ishlatadigan yoki texmi nisbatan yaxshi o'rinlar qo'ydigan ish bo'lsa, rahbarlikning ko'ziga chiliqib tura olasiz. Albatta bu chiliqish degan yosh vaqtida nurg'un odam ba'zi ishlarni ovorchilik his qiladi. Ishdan vaqti kelganda tushadigan yoki baldir tushadigan, o'ziga munosabatsiz bo'lgan ishlarni qig'iz kelmaydigan mandaq ahvollar borda. Ammo dal mushundaq vaqtda o'zimga munosabatli ishni qilaman, munosabatsiz ishni qilaman deb bu shirkatning manfaatiga foydali bo'ladi ekan, shuni qiladigan bir xil yoshlar bo'ladi. Bundaq yoshlar vaqtning o'tishi bilan ma'lum bir necha yil o'tgandan keyin rahbarlikning diqqatini tortadi. Ma bir xil ahvol.